Ishlarimiz huquqlanib qoluvdi. Hozir ochib beradigan akalar chaqirdim. Hayotimda bunaqa voqea bo'ladi deb o'ylamadim. Internetlarda ko'rdim. Assalomu alaykum. Aka, salardashin, charchamayapsizmi? Sinsaga assalomu alaykum. Yaxshisiga charchamayapsizlar? Yo'q, aka. Charchamayapsizlar. Ochilmay qolsa-da. Biz ishimiz shu. Xudo xolasa qayerda bo'lsa ham. Ishlarimiz huquqlanib qoluvdi. Hozir ochib beradigan akalar chaqirdim. Hayotimda bunaqa voqea bo'ladi deb o'ylamadim. Internetlarda ko'rdim o'zi. Mashinasi huquqlanib qolganlardi. Xudo xolasa beziyon ochib berishga harakat qilamiz, chiroyli qilib. Ziyoni bo'lishi mumkinmi o'zi? Yo'q, agar ochib bilinsa, to'g'ri ochilsa, ziyon qilmaydi hech narsaga, xudo xolasa. Bu mashinani ochsa bo'ladimi yo? Inshaalloh, любой mashinani ochamiz, xudo xolasa. Elektromobil shu mashina. Xudo xolasa. Bismillah. Ochib. Akamiz 1 soatda kelaman deb 20 minut. Voy, chilaveram. Ya pultni bosib qo'ysa chillamaydi, xudo xolasa. Rahmadagi katta. Bo'ldi, aka. Xudo xolasa xizmat bo'lsa aloqadamiz, xudo xolasa.